Uyimiz bizga $128 aylandi. Hammaga salom, mana navbatdagi obyektimizni shu yo'ldan boshlab o'zimiz bitkazganmiz. Bu obyektimizga necha pul ketgani haqida hozir sizlar bilan gaplashamiz. Bu obyektimiz eni 18, bunaqasiga uzunasiga 11 metr. Bu joyimiz orqasida kemti joy bor, o'shaning hisobiga birinchi etaj 210 kvadrat, ikkinchi etaj 210 kvadrat. Podvali bor, podvali 10,5 ga yetdi, 80 kvadrat bo'lsa, jami shunda 500 kvadrat rovna chiqyapti. Xo'p, bu uyimizga umumiy hisobda har bir kvadrati $128 aylandi. Mana devorlar ham kirib ketadi ichiga. Xo'p, buning ichida ichkaridagi zinalari ham bor. Ikkinchi etajga chiqadigan zinalari ham bo'lgan. Mana kirganda o'ng qo'lda zal, katta zal. Xo'p, chap qo'limizda xo'p, oshxona bo'ldi, bat bitta spalni bo'ldi. Katta spalni, bitta o'zini garderobi, o'zini sanuzeli bor. O'sha bilan orqa tarafga yaxshi bitta yechim bo'lganki, orqada mana bitta katta rom bo'ladi. Balki bu xonaga yorug'lik tushadi, bo'lmasam yorug'lik tushadigan joy bo'lmagan. Shuni hisobiga orqa tarafdan joy qoldirilgan. Bu tomonimizda ham bitta rozetskiy spalni, bu mehmonlar uchun desa ham bo'laveradi. Xo'p, bitta zinalarimiz bitgan. Xo'p, bu pul ichiga zinalarimiz ham kirib ketadi. Mana tomlar bitgan, hamma yoq tunikalarda baquvvat bo'lib bitgan. Xo'p, $128 ketganning sababi albatta ishkanishda o'zidan bo'lmagan, xomush aralash bo'lgan. Tomiga loy bosilmadi, penalon bos qilaman dedi uy egasi, shu bilan qoldi. Shuni hisobiga pul arzonroq bo'ldi. Mana burchaklari, eshik romlari atroflari pishganish bo'ldi. O'rtalari xomush bo'ldi. Shuning uchun bu joyimizda rasvot kamroq ketdi. Mana yerda plitaning tepasiga tushayotgani uchun bitta gazoblok urildi. Yengil bo'lishi uchun ishlarimizga bitta baho beribsizlar. Arkalar ham juda o'zgacha chiqqan. O'rtada ikkita arka bor, kolonnalar cho'tki bo'ldi, Xudoga shukr. Ishlarimiz chiroyli. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Kerak bo'lsa hamma narsani o'zimiz olib kelib, qurib, mana shunaqa narxlarga bitkazib beramiz. Siz joyingizni ko'rib, maslahatlashib, qanaqa bo'lishini ko'rib, keyin narxini chiqarib aytaveramiz. Bundan arzon variant ham qilsa bo'ladi, bundan qimmatroq variant ham qilsa bo'ladi. Birinchi etaj, ikkinchi etaj, podvali bor, hammasi bo'lib 500 kvadrat. Uning ichida podvalda beton, ekskavator qo'yilgani, xo'p, usta haqlari, armaturalar faqat bekobodga ishlatilgan, bunday kolonnalarga 18 lik ishlatilgan, serdechniklarga 16 lik, birinchi etajda 16 lik, ikkinchi etajda 14 lik ishlatildi. Sismopoyaslarga 12-14 ishlatilgan. Tunkalarimiz bo'ldi. Tunkalar yaxshi bo'ldi. Bizni qo'llab-quvvatlashda davom eting. Yurachani qizartirib, shunaqa uy qurmoqchi bo'lgan tanishlaringizga tezdagina yuborib qo'ying. Xayr, salomat bo'ling. Prarab Bro, beton fikr, real harakat.